Hocam biz Toshkentboy bilan 50 yillar birga bo'lganmiz. Toshkentboy shunday insonki butun umrini xalqqa, vatanga bag'ishlamoqda. To'g'ri. O'zi mana o'zi she'rlarga hammasini aytadi. Oqsasa ham G'o'sga Toshkentboy maktab yaratdi. Mana shu 99-maktabni tuzgan shu odam. Sog'lar, bayovoylar yuribdi, Hasanbey darasini haydab. Shu holda shu odam xalqqa shuncha xizmat qildi. Albatta bu abadul abad saqlanadi, qoladi xalq orasida. Shuning uchun Toshkentboy bilan bir maktabga ham ishladim. Menga zavuch bo'lib ishladi bu kishi. Necha yil birga ishladik. Hozir ham mana moddiy keldiğimiz to'y ma'rakalarga qaysi odam ota-bola kelib ketdik. Telefondan gaplashib turaman, nima qilib. Oramizda mehr oqibat bor. Endi ikkinchidan shundaki, men boya ham aytdim, mehr yo'l tanlamaydi. Hamma narsa mehrga bog'liqligi bor. Mehr bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Shuning uchun 15 yillar bo'lgandi Toshkentda tanishganingizga. 20 yil bo'ldi-da. Qancha? 20 yil ichida 20 yilda oshdi. Qarang, ikkovlari suhbat qilgan, tanishgan, shundan buyon Boldikil davom etyapti. Shundan keyin. Bu hammani qo'ldan kelmaydi. Hozirgi odamlarning do'stligi pul bilan ham bo'ladi. Boshqa ishlar bilan ham bo'ladi. Foyda ko'rsa bo'ladi. Lekin bu ekanalari Allohning o'rtaga qo'yib o'rtoqlar. Bu Alloh tepada turib hammamizni ko'rib turibdi. Qalbimizga nima bor? Nima ish qilyapmiz? Hammasini bilib turibdi. Shunga qarab Alloh beradi. Shunday ekan Toshkentboy juda ko'p kitoblarni chiqardi, katta ishlarni qildi. Ming bor rahmat. Mana tug'ilgan kunligim bilganim yo'qdim. Endi mana shu 75 yosh ham katta yosh. Alloh taolo mana shu 75 yoshni bergan ekan. Mana shunday bir yaxshi o'g'illarni, nevaralarni, qizlarni Toshkentboyga bergan. Toshkentboyni Alloh sevlagan. Albatta. Mana xizmatini qilyapti. Qarangki, kim bo'lmasin Toshkentboy deydi. Bu ham Allohning irodasi. Shu uchunki avval inson Komiljon Allohning nimasiga tushadi, nazariga tushadi. Mana masalan bitta sizni olaylik. Siz Allohning nazariga tushib olasiz. Shuning uchun elni nazariga tushasiz. Rahmat. Yo'q, mana mulla bor, mahallani boshqaraman deyaptilar. Bu odamlar hazil emas. Sherdagi bo'lgan odamlarni to'g'ri yo'lga boshqaradi. Alloh bergan hadis Qur'onlarni yetkazib beradi bular. Nima yaxshi, nima yomonni tushuntiradi. Shunday ekan, mana shu yerda yig'ilganmiz, hammamiz ham avvalambor butun dunyo tinch bo'lsin. Jumla mu'minlarni Alloh o'zi asrasin. Mana uzoq yoqqa qancha farzandlarimiz xorijiy mamlakatlarga chiqib ketgan. Ana shularni men har doim duo qilaman, o'zimizni ballarimiz ham ketgan. Shularni Alloh asrasin. Shularga nima istagan bo'lsa, niyatiga Alloh yetkazsin. Men yana bitta narsani aytamanki, sizlardan bu nihoyatda xursand bo'ldim. Xorazm 700 kilometr. Shuncha yo'ldan Toshkentboyni hurmat qilib, mana shu yerda kelgan bu har qanday odamning qo'lidan kelmaydi. O'ylaman. Boya aytdim-ku. Inog'i bilan gaplashmaydi. Inog'ini to'yiga bormaydi. Qarangki, inog'idan tuqqandan tutilgan deganidek Toshkentboy bilan Komiljon ana shunchalar shaqqa inog'i og'ayni tuqqandan ziyod deb bilaman. Shuning uchun katta rahmat sizlarga. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oila bilan tinch bo'lsin, farzandlarni, nevaralarni huzurini ko'rib yurishni Alloh nasib etsin. Rahmat.